Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyga qaratmalik jazo berishga chaqirindi. Amerikada ona til kuni alohida xotirlandi. Xitoy Qirg'izistondagi 280 million dollarlik cho'ng qurilish turidan namoyishlar tufayli voz kechdi. Bu asrda qanchalik til yo'qolishi mumkin? Balalardaki kechda baldır uxlamaslik odatini o'zgartish usuli. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Koronavirusi xalqaro axborotga qiziqdi bo'lib qolgan bir mezgilda Amerikaga joylashgan Ovoz nomli tor beti Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining diqqatini Uyg'ur masalasiga tortish uchun harakatga o'tdi va ularni Xitoy qaratmalik jazo berishga chaqirdi. Mazkur tashkilot 21 fevral Uyg'urlar hurlik nomi tarqatgan murojaatnomaga imzo qo'yuvchilar 2 kun ichida 280 mingdan oshib ketgan. Murojaatnomada Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qartilib, oz deganda 3 million begona odamning vahshiylarcha qamalishi va meni yulishga uchrashi insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini, buningda inkas qaytarish kerakligini talab qilganligini, Xitoyning jinoyatlarga qarshi jazo tadbirlari qo'llanishga chaqirganligini bildirib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining bu jinoyatlarni ayblab qolmay, Xitoyning negizli kishilik huquq va xalqaro qonunni hurmat qilishga majburlash uchun Xitoyga qaratmalik iqtisodiy jazo tadbirlari qo'llanishga, u yerga silingan mablag'larni qaytarib chiqishga chaqirganligini bildirgan. Murojaatnomada yana Xitoy hukumatı lagerga qamagan begunoh Uyg'urning har xil zo'ravonliklarga yo'liqayotganligi, ayollarning bosqinchilik uchrab, bolalarning ota-onalaridan mahrum qoldirilganligi bayon qilinib, 2020-yilda bunday ishlarning yuz berayotganligiga sukut tura olmaydiganligini ta'kidlagan. Ovoz nomli bu organ 2007-yilda Amerikada qurilgan bo'lib, uning turbeti inglizcha, xitoycha va arabcha qatorliq 15 xil tilda mulozimat qiladigan ta'sir doirasi kuchli bo'lgan, ma'lum bir masalaga qarata internet harakat qo'zg'ash maqsadida qurilgan. 20 fevral Amerikada xotirlangan ona til kunida muhojiratda ona tilni avlod-mavlod davomlashtirish uchun uni turmushning har bir halqasiga singdirishning zarurligi ta'kidlandi. Faoliyatni Amerikaning Virginiya shtatiga joylashgan Mehribon ona ma'arif jamiyati bilan Amerika Uyg'ur birlashmasi hamkorlashib tashkillagan. Faoliyatga yana ma'lum sonda Uyg'urlarning amerikalik do'stlari ishtirok qilgan. Bu kun Dunyo ona tili kuni munosabati bilan Uyg'urlar bir yerga yig'ilib, o'z ona tiliga bo'lgan sevgisini izhor qilishgan bir kun bo'lib qolmay, balki yana Uyg'ur tili uchun turmada azob chekkan ona til faoliyatchisi Abduvali Oyibning ishtirok qilgan alohida bir kun bo'ldi. Oldi bilan so'zga chiqqan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Quzat Altay yig'in ishtirokchilariga rahmat aytqach, Abduvali Oyibni qisqacha tanishtirdi. Abduvali Oyib Uyg'ur ona tilini muhojiratda qanday saqlab qolish haqida o'z qarashlarini o'tirib qo'yib, ona tilini shanba-yakshanbalardagi kurslarda anglaydigan til emas, balki uni turmushdagi barliq xalqlarga singdirishning zarurligini ta'kidladi. Uning so'zi tamomlangandan keyin uning jamoat tayyorlagan bir lavha taqdim qildi va ona til kursining g'unchilari birdan kelib ko'l tutdi. Abduvali Oyib 2011-yili Amerikadagi o'qishni tamomlagandan keyin Sharq Turkistonga qaytib Uyg'ur tilini qo'g'dab qolish uchun qilgan faoliyatlari sababli 2013-yildan 2014-yilgacha tutqun qilinib turmada turgan. O turmadan qo'yib berilgandan keyin Turkiyaga kelib yerlashgan va o'tgan yili Norvegiyaga ko'chib ketgan. Yaqinda Uyg'urlar munosabatli bir muhokama yig'inida qatnashish uchun Amerikaga borgan. Qirg'iziston yerli xalqining namoyishlari tufayli Xitoy Qirg'izistondagi umumiy qiymati 280 million Amerika dollari bo'lgan bir qurilish turidan voz kechdi. Xitoy Qirg'iziston sherikchiligidagi bu tur Xi Jinpingning o'tgan yildagi Qirg'iziston ziyoratida imzolangan bo'lib, Xitoy Qirg'izistonning Sharq Turkiston chegarasiga yaqin yerga joylashgan erkin savdo rayoniga bir orqa-sap ta'minot markazi qurishni planlab, sklad, qatnash transport markazi va mehmonxona qatorliq aslahalarni o'z ichiga olgan ekan. Biroq bu tur yerli xalqning noroziligiga duch kelgan bo'lib, ularning qarashicha Xitoy Qirg'iziston tuprog'ini talon-taroj qilmoqda. Shuning uchun ular ko'p qatim norozilik namoyish o'rlashtirib, bu turning bekor qilinishini talab qilgan. 17 fevral kuni bu turda sheriklashgan Xitoy shirkati bilan Qirg'iziston shirkati birlikda bayonot e'lon qilib, bundoq cho'ng va uzun mezgillik turni yerliklarning qarshilik tufayli boshlash mumkin emasligini bildirgan. Mazkur namoyish Qirg'izistonning Xitoyga qarshi tunji namoyish emas. Bu tur 5 avgust kuni yuqorgi qurilish planlangan rayon Narin o'lkasida Xitoy Narin konchilik shirkatining shu joyning suv boyligini bo'lg'ash tufayli yerli xalq bilan Xitoy ishchilari orasida to'qinish yuz berib, 47 kishi yaralangan. Bunun o'xshash to'qinishlar Qirg'izistonning boshqa rayonlarida yuz bergan. Ankara'dagi Hacıtepe Üniversitesi Türkiye Tadqiqotlar Institutining mudiri Professor Doktor Yunus Koç, dunyodagi 7000 tilning oz deganda yarmining mush asrda yo'qolganligini bildirdi. U bir tilning ishiltish doirasining tariyib, aloqalash funksiyasining yo'qolishi va u tilda so'zlashadiganlarning qolmasligining til o'limi ekanligini qayd qilib, bu ahvolning iqtisodiy fursatlar, o'zgarishlar, sanoatlashish, xizmat usullari, ko'chman emgak kuchi, ko'ch, rasmiy til siyosatlari, ayrimchilik
va urush qatorliq sabablardan kelib chiqadiganligini eskartib, Osiyo bilan Balqon rayonlarida kengaymichilik siyosat yurgizgan Charusiya siyosatining rus tilining rayonda hukmron bo'lishini kapolatga qilganligini, ammo boshqa tillarning yo'qolish musofasini tezlashtirganligini bildirdi. O tilshunoslarning tarix ma'lumotlarini asos qilib turib, 6000 dak tilning o'lganligini ilgari surayotganligini bildirib, aniq bir sonni o'tirib qo'yishning qiyin ekanligini eskartib, o tillarni jonlantirishning ko'pincha romantiklik tirishchanlikdan halqayamaydiganligini, ijtimoiy turmushda funksiyani yo'qotgan bir tilga tadqiqotlar vositasi bilan yangi funksiya yuklashning mumkin emasligini ta'kidlagan. Bolalarning uyqusi tilga ilinsa, nurg'unlagan ota-onalarning besh qatidir. Hammamizga ayon. Balalar bekka shuqlasa, kelgusida bo'yining o'sishiga ta'sir etib qolmasdan, yana immunit sistemasining shakllanishiga ta'sir yetkazadi. Shunlashqa balalarda baldir uxlash odatini yetildirish kerak. Shundaq bo'lganda sog'lom o'sib yetilishiga foydasi bor. Har kuni kechda 5 yostiq taksida uxlaydigan balalarning amaliyotda ota-onasining o'zgacha usuli bor bo'lib, agar sizning balangiz nihoyat kech uxlasa, undaq tutuvandek usullarni sinab beqing. Birinchi, ota-onalar ulgu bo'lish kerak. Ota-onalarning barliq ish harakati untinsiz holda balalarga ta'sir ko'rsatadi. Chunki balalar ma'lum yoshga kelganda kuchli to'rash iqtidoriga ega bo'lib, bundaq chaqda ota-onalar ularning eng yaqin odami. Shunga balalar tabiiy ota-onasini to'rash obyekti qiladi. Agar ota-onalarda kech uxlash odati bo'lsa, balalar ularga ergishib kech uxlaydigan odatni yetildiradi. Shuning uchun siz balangizning baldir uxlab sog'lom o'sib yetilishini orzu qilsangiz, undaqda o'zingizning kechida tunaydigan odatini o'zgartirib, balaga yaxshi ulgu bo'lib, ularning baldir uxlash odatini yetildirishga yetakchilik qiling. Ikkinchi, uyquni tangshash nihoyat muhim. Uxlash odatini o'zgartirishni sinab beqing. Ya'ni tushlik uyqu vaqtini qisqartirish. Kechda o'zligidan karavotga chiqib uxlash. Bu xil holatni bir mezgil davomlashtirgandan keyin bolaning badanida biologik soat shakllanib, har kuni uxlash vaqti eskartilmasimi, baldurlar put-qo'llarini yuvib uxlaydigan bo'ladi. Uchinchi, topshiriq ishlash unumini yuqori ko'tarish. Ba'zi bolalarning kech uxlashining sababi hargizmi o'ynash bo'lmasdan, aksicha topshiriqni ishlab bo'lmaganligi uchundir. Ko'p qism bolalar nihoyat kech bo'lib ketsa-mu, yana chiroq oldida o'tirib topshiriq ishlaydi. Bu ularning o'rganish qilishini intayin yaxshi ko'rib ketganligidan bo'lmasdan, aksicha topshiriqni ishlab bo'lmaganligi sababidir. Har qatim topshiriq ishlaganda bolalarning diqqati boshqa ishlarga chechilib, topshiriqni misildab ishlab, vaqtni bekor o'tkazib yetadi. Ota-onalar bo'lsa, bolalarning topshiriq ishlashi ko'proq yetakchilik qilishi, bolalarda diqqatini yig'adigan yaxshi odatni yetildirish kerak. Bundaq bo'lganda baldur uxlab, ertasi ruhiy holati sog'lom qo'polaydi. 4. Uxlash muhiti ko'ngildagidek bo'lish. Agar bolangizni baldur uxlatmoqchi bo'lsangiz, illiq bo'lgan uxlash muhiti intayin muhim. Ba'zi bolalar kechda yolg'iz uxlashga ko'nmaydi. Uxlashdan ilgari ota-onasining yonida bo'lishni orzu qiladi. Bu amdil mustaqil uxlashni o'rganayotgan bolalarga nisbatan nihoyat normal ish. Shunlashqa har qatim bola uxlashdan ilgari ota-onalar chiroq nurini g'ova tangshab, uydagi shovqin-suranni azaytib, bir tarafdan bola yaxshi ko'radigan hikoya so'zlab bergash, yana bir tarafdan allay naqs etib bersa, bolalar nihoyat tezda uyquga g'arq bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.